Jon qizim, meni kechir. Bilib qildimmi? Bilmay qildimmi bilmayman. Jon bolam, kechir. Aslida seni ayashim kerak edi. Seni ko'p qiynadim. O'ylamay gapirdim. Dilingni og'ritdim. Hozir vijdonim qiynalyapti qizim. Nimaga harakat qilyapsiz? Hozir ovqatlandingiz-ku? Farhod akam qorinlari ochibdi. Shunga tezda bir nima pishirib beray degandim. Bo'pti, menga qarang. Shu men holiga chiqqanda ko'zimga ko'rinmay yuring. Odamni ko'nglini sovishi oson, lekin isishi qiyin. Men ham bu xonadonga sizlarning xizmatinglarni qilish uchun kelganman. Ko'chadagi itni ham boshini silab non bersangiz, oldingizga keladi. Tepib o'tsangiz tishlaydi. Inson ham xuddi shunaqa. Mehr bergan odamning oldida qolgisi keladi. Bunaqa gaplarni qaydan yodlab oldingiz? Oyingiz kelib o'rgatib ketdimi? Maftuna, sen kuchlisan. Sen bu dardni yengasan, qizim. Men bunga ishonaman. Sizni xafa qilmoqchi emasman, lekin kasallik bilan kurasha olmayapti. Lekin umid qilyapmiz.